Assalomu alaykum. Bu videomiz eski Telegram guruh va kanallarni qaytarish haqida va ularni qanday sotish haqida bo'ladi. Bizga mana shu bot kerak bo'ladi. Telegramda mana shu havolani qidirsangiz kelib chiqadi. Havolasini video описаниясida va kommentariyasida qoldiraman. O'tib kirib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, botga kiramiz. Xullas startni bosamiz. Siz kirib start bosasiz. Mana siz ham xuddi shu oyna ochiladi va bu yerdan biz mana mening guruhlarim ro'yxatini bossak, bizni oldin o'chirib olgan guruhlarimiz hammasi chiqib keladi. Bu yerda o'sha umumiy kanallar chiqib keladi. O'sha eski o'chirib olgan bo'lsangiz, bu hozirgi admin bo'lgan guruhlar ro'yxati chiqadi bu yerda. Bu yerda esa hozirgi admin bo'lgan kanallar ro'yxati chiqadi. Mana kirib ko'raman. Mana bu yerda hammasi chiqyapti. Mana eski nimalar, lekin mana shularni qaytarsangiz bo'ladi. Buni ko'pini qaytarsa bo'ladi, ko'pini qaytarib bo'lmaydi. Buni ham aytib o'tib ketaman. Masalan, mana bu guruhni oladigan bo'lsak, buni qaytarib bo'lmaydi. Yuborishni bosamiz. Mana bu yerda havola chiqadi o'zi. Mana shu yerda paydo bo'lishi kerak. Hozir boshqa guruhda yoki kanalda ko'rsatib beraman. Kanallar ro'yxatiga kiramiz. O'zim kanalimni ustiga bosaman, Telegram kanalimni. Mana shu holat chiqadi. Bu yerda biz mana bu yozuvni ustiga bosamiz. Masalan, Ravshanbek Ibrohimov deb yozib qo'yilgan bo'lsa, shuni ustiga bosish kerak, kanal nomiga yoki guruh nomiga. Bosganimizda mana bizga kanalga yetib kiradi. Guruh bo'lsa, guruhga qo'shilib yilni ko'rib sotishingiz mumkin agar sotmoqchi bo'lsangiz. Mana shunday qilib qaytarsa bo'ladi. Guruhlar ham xuddi shunaqa. Mana o'zim guruhimni bosaman, yana Ravshanbek Ibrohimov ustiga bosaman. Mana chiqib keldi. Endi qaytardik ham deylik. Endi qanchadan sotamiz, qanday sotamiz? Buning uchun meni описаниеda kommentariya Telegram kanalim bor. Albatta bu postimni qoldiraman, havolasini. O'tamiz. Mana guruhga yozib qo'yganman. Narxlari hammasi bor. Guruhlarni o'zim sotib olaman. Sotish tugmasiga bosamiz yoki havolaga bosamiz. Mana shunday qilib guruhlarni sotishingiz mumkin bo'ladi. Aniq narxlar, o'zgargan narxlar hammasi kanalimga bor. Buning ustiga kanal profiliga o'tsangiz, bu yerda mana barcha havolalar berilgan. Mana bu yerda guruh savdosi bo'yicha barcha isbotlarni tashlab boramiz. Barcha sotuvdagi nimalarni tashlab boramiz. O'tib obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas, mana shunday qilib guruhlarni qaytarib sotsangiz bo'ladi. Baribir sizga u foyda keltirmagandan keyin Telegramingizda turgani befoyda. Demak, videomiz qisqa bo'ldi. Mana videomiz shulardan iborat edi. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.